Короче, Germaniyada muzeyni jinnalari bor. Mercedes bor, BMW bor, и Porsche bor. Aka, siz qaysi biriga borasiz? Stil tanlagan holda Porsche. Porsche. Aka, siz qaysinga borasiz? Porsche kanashni. Sen qaysinga borasan? Adam haqqa borsa shu. Ya, o'zing fukusing yo'qmi? O'zim bor, Mercedes boraman. Mercedes bo'ldi. Aka, siz Ukam gelik haydaydigan odam Porsche obzorini qilish g'alati-da, chonsa. Lekin gelik haydaydigan odam gelik tanlaysam 911 Porsche tanlaysanmisi, yugurib borib Porsche tanlab oladi. Shuning uchun bugun Xudo xolisa Porsche muzeysiga boramiz akalar, jinnisi bo'ladi. To'g'ri, Mercedes zo'r brend. Men o'zim ham haydayman. Lekin oldingi safarda Mercedesga biz borganmiz-da. Zeriktiruvchilik. Ha, zerikarli bo'ladi. Shuning uchun Porsche bugun jinni qilib post olamiz ham. Ha? Qizoqroq deb o'ylayman. Yuring, Do'ron aka, sizga Porsche aylantiraman aka. Ko'rsating Porsche'ni. Yuring. Sizlarga bitta prikol narsa aytaymi, ha? Qarshi boshida talashdi. Otabek ham bilan men Porsche tanladi. Porschega boramiz. Porsche jinni qilib video qilamiz dedi. Dilshod akam bilan mana Abdurahmon akam Mercedes tanlashdi. Biz Mercedes tanlaymiz, Mercedes obzor qilamiz deyishdi. Lekin eng qizig'i ikkalamizga nasib qilmadi-yu. Porsche tanladilar. Hozir biz Mercedesga kiramiz. Kirgan nomard. Kirgan demoqchi. Biz kiramiz. Qarshi Mercedes muzeysi ham yopiq ekan. Porsche ham yopiq ekan, eng qizig'i. Mercedes showroom. Muzeysi. Qo'laylar. Bizga kerak emas. Germaniyaga o'zimizchalik mazax ketamiz zotudi. Hamma yopiq ekan, bugun onasini yemsan. Lekin Porsche jinni qilib sizlarga obzor qilib bermoqchi edim. Nasib qilmadi endi. Mana kirolmagan odamlar shuni tegib rasmga tushib ketishyapti, qarochi. Mana sizlarga eng oxirgi model Mercedes-Benz Viano. Ko'rasizmi buni jinniligini? Qarochi Mercedes muzeysiga keluvdik. Germaniyadamiz-ayu. Mana shuni ko'rib qoldik, qani ichini bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar. İçini ko'rasizmi, ichini? Hozir qani tush endi. Salonni bor, ingichka qilib ochib tushyapti-da, hech kim ko'rmasin deb. Va, rulni ko'rdim, rulini ko'rasan. Yoribdi. Buni orqasini ko'ringlar, orqasini. Jinni, akalar, Mercedes просто jinni bo'lyapti. Voy iplos. Mana buni qilib qo'yganlarni qaranglar. Yoribdi. Kayf qildi lekin. Yoribdi bor. Mana qaranglar. Chog'oy nima tushmayapti. Ketdi. Lekin yoribdi akalar. Baribir Mercedes. Voy iflos. Mana qarang. Adam ko'rmasinlar bor. Aka, kinolarda ko'rganmiz, oldin bilasizmi? Voy onasini emsin, rangini qarang. Adalarimizning anaqasi, orzusi. Legenda. Akalar, shuncha mashina turibdi, shundan Mercedes muzeysini tegib turibmiz. Lekin mana iflos uzoqdan bizani aka chaqirdimi? Svej ekan, materiallarga qarasang bo'ladi. Qara, svej ekan hali. Akalar, menimcha bu sotilmaydi. Shundoq просто muzeyga ko'rgazma qilib qo'yib qo'yishgan mana. SL 500 akalar, Cabriolet. Otabek aka, orarimiz u mashinani. O'zicha eski mashinalar haydash moda bo'pti. Ularga besh ketaman-da. Oyna tozalaydigani. Va dvornilarmi? Gap yo'q. Mana vatandoshlar furada, Germaniyada. Germaniya o'zidami? Zo'r aka, omadingiz bersin. Bo'ldi. Brat mana Gap yo'q, ana vatandoshlar. Soqqani bosyaptilar bratan, rizqlarini teryaptilar. Nemis o'zbek. nemis o'zbeklar. Eng muhimi oilasini baxtiga salomat bo'lsin. Amin. Gap Safarda yurgan hamma yurtdoshlarimizni Alloh saqlasin. Abdurahmon aka, Akam,
Biradan lekin soqqan bosyaptilar hozir furada aka. Oson deb o'ylaysizlarmi? Qochkadan shu topadilar aka. Ket. Nima qilyapti aka? To'rimiz bosyapti. Qichiq qilyapti atelibga. Yo'l ham bermayapti-da, qaranglar. Tez ham haydamayapti. Nemislarda ham shunaqa xarakter bor ekan-da. Nemisda chunki. Nimadir qildingizmi aka siz? Yaxshi qilmadim. Yaqin haydaganimizga qo'ydi. Yo'q, yaqin haydamadim. Просто sekin yuryapti. Dalni yoqdim. Battar tormoz bor. Signal chali. 80 da ketyapti, 80 da ketyapti, 80. Voy, maras. Atelibga 80 da ketyapti. Yursa bo'ladi. Ha, tez yursa bo'ladi, yana plus 20 yursa bo'ladi. Короче, mayli, men sizlarga orqasidan obzor qilib beraman. Bananni universal kuzovini ko'rganmisizlar? Mana shundan ketamizmi hozir endi polni? Yo'q, Yanachi yo'lchi ana afg'on qilishga kichkina yo'l ekanda. sabr qitir, Mana sabr. yana mana yo'lida shunaqa odamlar ham bor. Biz vashi jinni bo'lib ketyapmiz-ku, Qayerga keldi aka? Lyuksemburg. Aytchiqanib Lyuksemburgdichi? Lyuksemburg. Akalar. Hop, Yevropani eng kichkina davlati bo'ladi. Lyuksemburg. Kichkinasi bor. Undan ham kichkina. Undan ham kichkinasi bor. И aka yo'q, zato kichkina и ko'p boylarcha mana shu yerda yashar ekan, aka. Shunaqa. Lyuks hayotda hayot. Nomi bilan lyuks hayot. Lekin ana shu jinni bo'lib ketyapmiz. Bu yoqdan chiqib qayerga? Belgiyaga, akalar. Belgiyadan keyin Fransiyaga. Endi qarang. Короче, hamma Yevropani bosyapmiz. Bir kunda 3 ta mamlakat. Yo'q, hozir biz qorin och, Halol ovqat izlab. halol ovqat topib mana shu yerga kiryapmiz. Otabek kelgan domlarni qarang. Oka, atmosferani qarang. Super minimalizm. Lekin gap yo'q bor. Mana turetskiy ekan. Lekin atmosfera haqiqatan Yevropani shundoq beradi, atmosfera bor. Boya yo'q edi joy. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri Lyuksemburgdamiz. O'ta boylar yashaydi. Bizda o'sha narsa deyarli yo'q bo'lib ketgan, lekin bularda bor. Nimaligini bildingiz, o'sha xitlab qoldingiz. Qarab turman. Aytmang. Nima yo'q? Mana pochta. Voy bo'le. Qiynamoqchi edim. Qaranglar. Bizda bor pochta xizmatlari, lekin uni uyga xat kelishi, qanaqasi yo'q bo'lib Talab yo'q. Bizda-chi ko'pinicha buzib ketishganda, aka. Men aytaman sababini. Nimaga bizda pochta yo'qligini? Chunki bizning xonadonlarda hamma uyda bo'ladi. Hech bo'lmasa kelinlar bo'ladi. Xonadonlar bo'ladi. Pochta xizmatlari. Taqilatgan paytda o'zlari qabul qilib olishadi. Bularning uyda o'zi Mana bu nima bo'pti? Abdurahmon aka? Hamma biladi. Nima bu? Hop, ayting. bilmadim. Parkovkani pul to'laydigan. Ana, bilarkanlar. Lekin bori, ana Alayskadagi glav pochtamda men bor ko'rganman, odamlar pochta tashiydi. Pochta qabul qilib oladi. Ularga gazeta keladi. Shu narsalar bizda obuna ham bo'lmay qo'ydi odam. Ko'rsating. Ana qaranglar. 0 benzin, 0. Uchi bo'ldi mashina, qayerga yetadi bo'ldi. Xalasto ketyaptimi hozir? Ha. Gapirsam xafa bo'lasiz. Yo'q, tushamiz, nima qilamiz endi? Qadar ekan shu. To'xtamaydi bular, aka. To'xtamaydi. Qarasada. Yo'q, qayerdan? Bizachi intizorlik bilan kutib o'tiribmiz, ish qilib benzin kelsin-da, aka. Biza arqon topib sudrab ketsak ham bo'lardi, lekin u ham mumkin emas ekan. Mana mana shu turishimiz mumkin emas ekan. Jilet kiyishimiz kerak. Yo'q. Hozir politsiya kelib qizishtirib qoladi. Bu birinchisi. Bor yo'g'i 5 kilometr yetmadi zapravkaga mana. Endi bitta narsa qiziq. Buni bakiga qo'yib bundan olib bo'lmaydi, bilasizmi? Hozir berarmikan buni endi, aka? Galonga solib berar ekanmi endi, shunisi bor. Hozir so'raymiz endi, qani. Baglashga qidiryapmiz yani. Olib kelay baklashgan. Hop, bu 5 litr, tak, 1,5 litrdan 3 ta. Общий 9,5 litr benzin. Politsiya ko'rsa unga ham qotashtirib solar ekan. Shuning uchun benzin kutamiz. Keladi. Oho! Benzin keldi. Benzin. Ana kelishdi-yu. Bo'ldi, xudoingiz yetib olamiz endi. Qatar esimga tushib ketdi, aka. Oldingi safar Qatarda ham AdBlue tugab qolgan edi, yo'lda qolib ketuvdik. Lekin safar shunisi bilan qizuvdi. Aka, yoshligingizda zapravkachi bo'lganmisiz? Yo'q, mo'yshik bo'lganman. Lekin bitta gap aytaymi? Ha. Aka, xabar bo'lmaysizmi? Mashina ishlab chiqaruvchi benza bakini nari tomonga qilsa yaxshi bo'lar ekan. Yo'l bo'yida juda opasli. Qochinglar. Ibo tahorating bormi? Qani zavat qil. Bismillah. Tahorat full. Qani $500.
Oh, ana. Aka, tez Aka. ketmasa hozir 500 euro shtrab to'laymiz. Surdik bu yerda. Duo qilib turganlarga ham, battar bo'lsin deganlarga ham rahmat. Safari ketyapti. Urkishadi. To'xtang, aka. Siz bilan nima bugun xayrlashyapmizmi shunaqa qilib? Xayrlashamiz. Mana shu mashinaga ketaman. Hop. Hozir mana shu mani yaqin do'stim bor. Hop. Osh tayyorlab qo'yibdi-da. Ha. Gollandiyadan kelibdilar mana mashina. Gollandiya. Yo'q, keldi. Mana uchun yur sani olib ketaman. Abdurahmon aka ketursin, keyin yetib olamiz. Kemaga chiqqanda o'zim kuzatib qo'yaman dedi. Bir 2 kun, 3 kun shu do'stim bilan bo'laman. Hozir kamera orqasida turibdi, ataylab oldirmayapti. Lekin 20 yillik o'rtog'im, armiyada birga yotganmiz, bitta divanda, bitta karavotda. Bo'pti, uni bizga bering, bo'ldi, aka. Ikkita mashinaga Nima buni ichida, aka? Osh. Oshmi? Voy. Toshkent oshmi? Osh odam sog'indi-yu. Abdurahmon aka, bo'ldi, xursand bo'lar ekansiz, Otabek ham ketyaptilar. Lekin anu ishida, ha? Shichirtiramiz. Короче, Otabek akammi Pasport, hamma pullari, dokumentlari anaqada. tualetda olib ketuvdi, ha. Bilmaylar, xabarlar yozarni. Aka, ketsangiz keta qoling, Zapravkaga kiruvdik-ku. Xo'p. Qo'l yuvayotganda turuvdi, 7 barsetkasiga o'xshaydi. Siznikimidi o'sha? Ichida bitta iPhone bor edi. Pul bor edi. Qancha pul? Yana o'sha 5000ingizmi? Yo'q, 5000 sumkada. Mana shu aka sumkalar. Otabek aka, Qanaqa edi? qatta. Mamlaqa edi ko'rinishi. Aka, nima qilgansiz bilasizmi? Ha. Tualetga kirgansiz. Hop. Yechib osgansiz. Ha? Keyin chiqib ketgansiz. O'sha kabinetdan bitta imini o'shanizga kirinman mana. Aka, bitta o'pib qo'ying. Qanaqa achomlashinglar. Bitta. Bo'ldi, Otabek akam bilan xudo xolisi endi Belgiyada tashab ketamiz. Fransiyada 2 kundan keyin ko'rishamiz, aka siz bilan. 3 kundan keyin shu birinchida ko'rishamiz. Ana arazlab ketib qoldi deb o'ylamanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bitta o'pi. Da. Olsin. Ha, vaqti aka. Odam sog'indim aka. Alloh rozi bo'lsin bu insondan. Aziz aka, baraka toping, jigar. Mazza quyamizda bor-u. Aka, jamdorni bering menga, aka. Siz yemaysiz, achchu baba. Voy. Ana. Sen rizqingni, manzilingni bilmasang ham, rizqing seni Akalar odam biladi deydi. sog'indi bor-u, oshi bor. Hozir tiqamiz, qaranglar. Damashnik pishirilgan. Yo'q, bashta Belgiyada pishirilgan, Belgiyada. Ha, yo'q. Ha. Gollandiyadan keldi. Ha, Gollandiyadan keldi. Ha, aziz aka Gollandiyada yashirkanlar. Belgiyadan Otabek ham kutib oldilar. Bizlar ham bunaqa osh bilan Alhamdulillah. mehmon qildilar, gapi yo'q. $400 to'ladik. 1 2 3 Aka, 5. bugun nima qilamiz Belgiyada? Ertaga Ko'pchilik qiziqyapti. Ertaga mashinani topshiramiz. topshiramiz. Keyin o'zimizni Fransiyaga ketishimiz kerak, bor. Qani shu paytgacha nechta ketdi ekan? Yoqimli ishtaha.